Xo'sh, umuman olganda assalomu alaykum. Yana bir podkastda siz bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun media olamidagi shov-shuvli podkastlardan birini o'tkazishga harakat qilamiz. Anchadan buyon biza faoliyat yuritib boramiz. Bugungi mehmonimizni men juda yaxshi taniyman, chunki biza uzoq yillardan beri birga faoliyat yuritamiz. Ammo balki siz tanimassiz. Bugun esa aynan ularning shaxsiyatlarini ochishga va ularni tarixi, keyslari haqida batafsil gaplashishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Mo'qinur, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Abduhalil. Salomatmisiz? Charchamadingizmi? Yaxshi keldingizmi? Xo'p, umuman olganda siz bilan biza bir-birimizni juda yaxshi taniymiz, lekin odamlar sizni tanimasligi mumkin. Keling o'zingizni ozgina tanishtiradigan bo'lsangiz. Ismim Mo'qinur Hasanovna. 4 yildan beri marketing sohasida faoliyat olib boraman. Shu kungacha juda ko'plab loyihalarda ishlaganman. Bularning ichida Abror Muxtor Ali ustozning proyektlari Zibuki uzdan boshlangan asosan faoliyatimiz. Undan keyin ko'plab loyihalarda, katta seminarlarda 7 yulduz loyihasi, ayollar klubi seminari Intercontinentalda o'tkazilgan. 600 kishilik, 1000 kishilik forumlarda qatnashganmiz, o'sha loyihalarni qilganmiz. Undan keyin oxirgi paytlarda asosan klinikalar bilan, shaxsiy brend bilan, shifokorlarning shaxsiy brendlari bilan ishlab kelyapman. Bugungi kunda shu Dr. Ali Qurbonov Medasa klinikasi, Xmed, Miracle IVF va shunga o'xshash ko'plab klinikalarda faoliyat olib boryapmiz. O'zi aslida olganda marketingga qanaqa kirib qolgansiz? O'zi birinchi marta marketingga kirganimda bat sohasi orqali kirganman. Bitta kurs o'qiganman. Men umuman o'ylamaganman shu sohada doimiy qolib ketaman deb. Lekin shu bat sohasiga kirganimdan keyin u darajada bilimim yuqori ham bo'lmagan. Shunchaki har bitta loyiha orqali tajriba orttirib, men shu loyihalar orqasidan, ya'ni tajribalar orqasidan shu kunga yetib keldim va bu paytga kelgunimgacha 4 yildan beri men shu marketing sohasida yurgan bo'lsam, hali biror marta reklama orqali yoki bo'lmasa mijozlarni jalb qilish uchun o'zim shaxsan Instagram orqali reklama yoqib mijoz olmaganman. Shu kungacha networking orqali, ya'ni ishlarimiz yoqqan sababli bir-birlariga tavsiya qilib, shu orqali proyektlar olib ishlab kelyapmiz. O'zi marketingda eng zo'r ishlaydigan instrument qaysi, masalan, mijoz olayotganda? Eng yaxshi ishlaydigan instrument bu shu sarafan marketing, chunki yoningizdagi insoningizga hech qanaqa reklama emas, oddiy yoningizdagi sherigingiz sizga u narsani, produktni agar ishongan odamingiz tavsiya qiladigan bo'lsa, eng yaxshi ishlaydigan instrumentlardan bittasi bu ham. Endi albatta marketingda instrumentlar juda ko'p, aynan bittasi deb ham bo'lmaydi. Har doim kompleks tarzda reklama orqali ham, sarafan marketing orqali ham har xil offline marketing bor. Shu orqali hammasini birgalikda qilinsa, marketingda natija, samaradorlik yuqori bo'ladi. 4 yildan beri shu sohada borman dedingiz, lekin ungacha ham baribir shunga yaqinroq ishlarda ishlagan bo'lsangiz kerak. O'zi umuman olganda, masalan, 4 yil oldingi marketing bilan hozirgi bozorlar o'rtasidagi farq qanchalik darajada katta? Ijtimoiy tarmoqlar deymizmi yoki qaysi sohalarda juda kuchli, katta o'sish bo'ldi? Xo'p, men agar o'zimizni soha bo'yicha aytadigan bo'lsam, 2022-yil kirgan vaqtimda marketing sohasiga SMM shu kurslar bo'yicha ham deyarli juda ko'pchilik odam SMM kurslarida o'qigan. Bozorda har bitta odam SMM kursida daromad yaxshi bo'lganligi uchun men shu kursga kirib, men shu kurs orqali daromad qilaman degan tushuncha bo'lgan. Hozirgi paytga kelib, ancha bozor saralanib qoldi deb o'ylayman, aynan mutaxassislar sohasida. Hamma ham bu sohada o'qishi mumkin, lekin bu sohani oxirigacha olib borish hammani ham qo'ldan kelmasligi mumkin. Chunki har bitta insonning o'zini sohasi bor-da. Masalan, men o'zim marketing sohasi, o'zimni kasbimni topdim deb ayta oladigan bo'lsam, lekin kimdadir videograflikda yaxshi qobiliyat bor, kimdadir yoki bo'lmasam televideniya sohasida, boshqa umuman o'zini qobiliyatini ochganda odam o'sha soha o'ziniki ekanligini 100% anglab oladi deb o'ylayman. O'rganish jarayoni qanaqa bo'lgan sizda? Menda asosan tajriba orqali o'rganganman. O'zi kurslarda deyarli unaqa juda qimmat yoki bo'lmasam aytaylik mashhur insonlarning kursida o'qib tajriba orttirmaganman. Marketing orqali, kitoblar o'qish orqali, asosan keyin shu ustozlarimdan tajriba, har bitta narsa tajriba orqali menda juda ham mustahkamlanib ketgan. Hozir bemalol qo'rqmasdan xohlagan loyihalarimni mustaqil olib, mustaqil faoliyat yurita olaman. Xo'p, sizni backgroundingiz haqida yetarlicha ma'lumot bo'ldi menimcha. Demak, hozir haqida yoki o'sha tajribangiz davomidagi eng qiyin case, eng qiyin loyiha sizda qanaqa bo'lgan va undan qanaqa yechimlar chiqib ketgansiz, masalan, qiyin vaziyatlarda? Xo'p, tajribamdagi eng qiyin case deb ayta olaman, bu
ekoklinika sohasi bo'lganmanda. Juda ham qiyin, chunki ekoklinikada aynan shu paytgacha shuncha loyihalar bilan ishlagan bo'lsam, hech qaysida bu darajada qiynalmaganman. Sababi eko auditoriyasi umuman boshqa auditoriya. Ularda psixologiyasi ham umuman boshqacha. Juda farzandsizlik bilan qiynalgan insonlarni xuddi ularni nazarida hamma ularni aldab ketayotgan, hamma ularni shu yo'ldan o'rib pulini olmoqchi bo'lgan, shu darajada insonning miyasiga shu narsa singib qolgan. Biz ishlagan sohada shaxsiy brend, birorta shifokorning shaxsiy brendi qilinmagan, lekin klinikani o'zi pul tikilgan. Yana eng minus tarafi mutaxassislar o'zbek tilini bilmaydi. Bittasi Rossiyadan, bittasi Qozog'istondan, bittasi Hindistondan. Uchalasi ham juda zo'r mutaxassis, lekin auditoriya bilan aloqa yo'q, til bilmaydi. Mana shu jihatidan ular auditoriya bilan aloqa o'rnata olmaganligi sababli ko'pchilik uni yaxshi tanimaydi. Ham yaxshi bilasiz, eko sohasi arzon soha emas, chek juda yuqori bo'ladi. Masalan, eng arzon chek aytaylik 28 million klinikani o'ziga to'lansa, undan tashqari ukol dorilariga yana 10 million, 15 million shunaqa alohida summa to'lanadi yana. Bizada eng qimmat chek 47 million bo'ladigan bo'lsa, eng arzoni 28 million edi. Bu 28-47 million atrofida odam pul to'lashi uchun uni yaxshilab shifokor klinikani tanishtirib, keyin sotuv qilishingizga to'g'ri keladi. U birdaniga masalan shunday magazinga chiqib semchka sotib olish yoki oddiy suv sotib oladigan narsa emas-da, u uchun juda uzoq vaqt ishlanadi. Shuning uchun mana shu kesimda juda qiynalganmiz, lekin shunda ham sotuvlar yaxshi bo'lgan. Misol uchun marketingga umumiy oladigan bo'lsak, shu men Instagram sahifamda ham bo'lishgandim. Adashmasam 6 oy davomida qilingan natijalar bilan bo'lishganman. 6 oy ichida 28 ming dollar umumiy reklamaga va marketing jamoa xarajatlariga ajratilgan bo'lsa, bu 108 ming dollar bo'lib qaytib kelgan. Xo'p, o'zi umuman olganda mana rusiy zabon deyapsiz, ko'pchilik rus tilida yoki ingliz tilida gapiradi deyapsiz. Bizani O'zbekistonda rusiy zabonlar ko'p. Nimani hisobiga ular rusiy zabondagi siz chiqa olmadingiz? Rusiy zabonlarga chiqishda emas gap. O'zi asosan bizani auditoriya shu tahlil qilganimizda ko'pincha viloyatda juda yuqori bu narsa. Farzandsizlik bo'lgan mana asosiy auditoriyamizni tahlil qilganimizda deyarli 70-80% auditoriya viloyatdan bo'lgan. Viloyatda endi o'zingiz ham bilasiz, rus tiliga unchalik darajada Toshkent shaharchalik unchalik e'tibor katta emas. O'shani hisobiga bizda asosiy auditoriya o'zbek auditoriya bo'lgan, lekin muammo vrachlar kommunikatsiya o'rnata olmaydi. Muammo shundaki, ular vrach bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashmagandan keyin ishonch ham u darajada yuqori bo'lmaydi. Lekin boshqa, misol uchun men o'zim yaxshi o'rganib chiqqanimda juda kuchli vrachligini o'zim bilganman. Nimaga, qanaqa qilib bilganman? O'zimni akamni jo'natib ko'rganman shu vrachchi o'ziga. Boshqa vrachga borganda, deylik, operatsiya qilishingiz kerak deb aytilgan joylarida ham, bu masalan o'sha hindistonlik vrachimizga borganda, operatsiya shart emas, avval embrion olinishi kerak va o'shandan keyin senda operatsiya qilinmasligini aytishi mumkin. Agar birinchi operatsiya qiladigan bo'lsang, senda umuman rezultat tushib ketadi deb aytgan. O'zim hattoki o'zimni oila a'zolarimni ham aralashtirib bu narsaga o'zimni yaxshi vrachligiga o'zim ham iqror bo'lganman, aytmoqchi bo'lganim. Lekin bu narsani men bilganim bilan auditoriyada ishonch yo'q u vrachlarga nisbatan. Birdaniga kelib to'lov qiladigan darajada. O'sha narsani asta-sekin ko'tarib, asosiy keys qilib, ya'ni Hindistondan kelgan vrachlar, chet ellik juda ham yuqori malakali mutaxassislar ekanligini asta-sekin auditoriyaga tushuntirib, shu narsadan keyin rezultatimiz har oyda yaxshilanib borgan. Xususiy klinikalarni yaxshi bilaman, targetga juda katta pul sarflashadi. Ko'p pul sarflab keyin natija olishga qiynalishadi. Sizning holatingizda qanaqa bo'lgan? Kamroq byudjet sarflagan holatda yaxshi natijalarga erishgan vaziyatlaringiz bo'lganmi? Kam byudjet bilan yuqori natija qilgan keyslarimiz o'zi aslida juda ko'p bo'lgan. Oxirgi marta tahlil qilganimda bitta keysimizda shu klinika sohasida bu ham 467 dollar atrofida ishlatilgan byudjet, lekin umumiy foyda 10.850 dollarga yaqin bo'lgan. Endi bu hozir biz umumiy olganda ROSni hisoblaymiz, ya'ni reklamaga ajratilgan byudjet. Lekin aslida marketing hisob-kitobda bunaqa olinmaydi. Umumiy marketing jamoaga ajratilgan xarajat va reklamaga ajratilgan xarajat umumiy qo'shganda, umumiy tushumdan ayrilganda shunda bilinadi, ya'ni klinikaga qancha sof daromad qolayotganligi. Shunda umumiy klinikani o'zi
marketing jamoa va reklamaga qilingan xarajatlarni 3,5 ming deb oladigan bo'lsak ham, lekin 3,5 ga bormagan, agar maksimal darajada 3,5 deb oladigan bo'lsak, 10.800 dan ayirganda shu 7 mingdan oshiq sof foyda klinikani o'ziga qolgan. Klinikalar bilan ishlash haqida juda ko'p gaplashyapmiz. O'zi umuman olganda klinikalar bilan ishlashda e'tiborga olish kerak bo'lgan muhim jihatlar bor. Bu narsani biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor. Keling o'shalar haqida ozgina gaplashamiz. Baribir reputatsiyani ushlab qolish funksiyasi bor. Doktorni baribir yaxshi ko'rsatib berish, yaxshi ochib berish, har xil mavzuda chiqib olib prosmotr ursa bo'ladi, million prosmotrlarni uraversa bo'ladi, lekin qanaqa ish qilsa doktor o'zini ham yaxshi tanitadi, ham reputatsiyasini saqlab qoladi, ham klientlar ishonib ko'proq oqim keladi. Birinchi navbatda shaxsiy brend qilayotgan yoki shu klinikani yurg'izayotganda shifokorlarni birinchi qiladigan ishi o'zining mutaxassisligini auditoriyaga ochib berish kerak. Men o'zi o'sha eng yomon ko'rgan narsam meditsina sohasida shifokorlarni TikTokga o'xshagan videolarda olib chiqish hisoblanadi. Ya'ni shifokorni har xil trend videolarga qo'ydirib, qanaqadir trend videolar olishga majburlashadi. Endi shifokor ham bu sohada mutaxassis emas, shunaqa qilish kerak ekan, prosmotr yoki axlat uchun deb ko'nadiganlari ham bo'ladi ayrimlari. O'zi aslida shu shifokorga ishongani uchun, o'sha mutaxassisligini bilgani uchun boradi-da bemor. Lekin unaqa TikToker shifokorga hech kim ham sog'ligini ishonib topshirishni xohlamaydi. Mana shu o'zim ishlagan кейsimdan misol qilib aytib bera olaman. Shu oldin men shu ishlagan eko klinikamda bemorlarni xayolida shifokorlarni TikToker shifokorga aylantirishgan. Bu bitta katta xato deb bilaman. Chunki siz birinchidan arzon narsa sotmayapsiz. Eng arzonchi 28 millionlik narsa. Bundan tashqari siz sog'ligingizni, ya'ni farzandli bo'lish bilan bog'liq narsani topshirmoqchisiz. Siz TikToker shifokorga topshirmagan bo'lardingiz bu narsani misol uchun. O'shaning uchun bu sohada eng birinchi navbatda shifokorni pozitsiyalash, to'g'ri pozitsiyalash kerak. Shifokor auditoriyani oldida o'ziga ishongan, o'zining sohasini mutaxassisi bo'lgan inson sifatida gavdalanishi kerak. Faqat doktorlarga yo'naltirmagan holatda mutaxassislar ham bizdan ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Mutaxassislar nimaga e'tibor qaratishi kerak? Shifokorlar bilan ishlayotganda, yosh mutaxassislar, masalan, siz klinika bo'yicha ancha yillik tajribaga egasizda. Endi SMM ham marketing ham har xil yo'nalishlarga ishga kirib boradi. Sizni nishangiz shunaqa yo'nalish ekan. Demak, shu yo'nalishga kirmoqchi bo'lgan yoki kirgan holatda ham yaxshi natija qila olmayotgan marketolog, SMMchilar nima qilsa bo'ladi, SMM mutaxassislari? Eng birinchi navbatda auditoriyani to'g'ri tahlil qilish kerak. Har qanaqa sohada, faqat klinika sohasida emas, umuman marketing sohasida eng birinchi narsa, eng chuqur qilinadigan narsa bu auditoriya tahlili hisoblanadi. Auditoriyangiz kim, ularni qiziqishlari qanaqa, og'riqlari qanaqa, ularni nimalar qiziqtiradi, shu paytgacha nimalar qilib ko'rgan, mana shu sizning mahsulotingiz yoki xizmatingizni olgungacha o'sha narsalarni juda ham chuqur tahlil qilish kerak bo'ladi. O'sha chuqur tahlillar asosida reklamani, ya'ni offer beradigan bo'lsangiz, bunda ya'ni mijoz reklamangizni birinchi ko'rganda o'zini ko'rish kerak birinchi navbatda. Masalan, reklamangiz shunday chiqib qoldi Instagramda. Voy, menda bor narsalarni aytayapti. Voy, manku, mana shu aytayotgan narsa manku degan o'sha mijozda hissiyot bo'lishi kerak avvalambor. Xo'p, bitta klinika yoki qanaqadir ijtimoiy tarmoqda yuradigan odam o'zi natijaga chiqish uchun qancha vaqt ketadi? Bu bilaman, individual, hammada har xil, lekin taxminiy hisob-kitoblar bormi? Masalan, birinchi oyda mana bunaqa qilgan yaxshi, ikkinchi oyda bunga e'tibor qaratiladi. Asta-sekin, masalan, sizning strategiyangiz qanaqa bunda? Men lekin doim mijozlarga aytaman, birdaniga katta natija qilishga iloji yo'q. Hamma narsa vaqt bilan bo'ladi. Misol uchun, eng kamida 6 oy. Misol uchun o'zimizning keyslarimizdan oladigan bo'lsak, birga ishlaganmiz siz bilan doktor Ali Qurbonovda, mana 1 yilda rezultat hozir juda yaxshi. Eng kamida ular ham masalan, eng kamida 6 oy ishlaganda, 6 oydan keyin asta-sekinlik bilan bilinib boshlaydi. O'shaning uchun men loyiha olganimda ham hech qachon boshidan men bunaqa natija qilib beraman, bunaqa katta natija bo'ladi deb birdaniga katta va'dalar bermayman, lekin birgalikda harakat qilinadi. Tizimlilik bilan har doim bir xil kontentlarni har doim qo'yib borish, to'g'ri strategiya qilish, marketingni to'g'ri olib borish bilan asta-sekin natijalarni yaxshilab borish mumkin. Biznes yuritadigan odamlar endi bilsa bilmasa, endi doim emas, ko'p holatlarda marketing komandaga aralashib qolishadi.
Davay mana bunaqa qilamiz, mana bunaqa qilamiz, mana bunaqa qilamiz. Lekin sizda tayyor strategiya bor, uni tasdiqlatgansiz, keyin yana qo'shimcha narsalar yuklanish boshlaydi. Bunga qanchalik to'g'ri, qanchalik xato? O'zi biznes egasi marketologni nima uchun ishga oldi? Mana shu sohada mutaxassis bo'lgani uchun, o'sha sohani ishonganligi uchun ishga oldi. Lekin har bitta etapda, har bitta narsada marketologni ishiga aralashsa, bunda natija yaxshi bo'lmaydi. Shaxsan men o'zim boshidan biznes egasi bilan kelishib olaman. Meni ishlarimga aralashilmaydi. Men o'zim ertaga agar biznes egasi aralashadi, sizni ishingizga yoki bo'lmasam to'g'ri ishlashingizga qo'ymaydi, bunaqa qilaylik, unaqa qilaylik, buni noto'g'ri qilibsan, uni to'g'ri qilibsan deb aralashavergandan keyin oxirida yana natija talab qilishi bu noto'g'ri narsa. O'shaning uchun boshidan men kelishaman, o'z ustozim ham shunaqa o'rgatganlar. Boshida kelishayotganda aytaman, meni ishimga umuman aralashilmaydi. Shundan keyin oxirida mendan natija talab qilishga ham biznes egasining haqqi bo'ladi. 4 yil ichida qiziq voqea, balki sizda ham bo'lgandir. Menda bitta ikkita bo'lgan holat, ya'ni klientdan pul ola olmaydigan holatlar bo'lib turadimi sizda? Bo'lganmi o'zi? Bo'lgan bo'lsa qanaqa? Unga qanaqa yechim qilsa bo'ladi? O'zi marketing sohasida bunaqa holatlar ko'p uchrab turadi. Joyi kelganda mijozdan pul ola olmaslik, joyi kelganda shu komandadagi a'zolar o'sha marketologdan yoki shu boshlig'idan pul olmaslik holatlari juda ko'p uchrab turadi. Lekin men o'zimda ham juda ko'p kuzatilgan bunaqa holatlar, shu ancha-muncha pulga kelishib, lekin oxirida bermay ketilgan holatlar o'zimda ham boshida, chunki loyihalarning tarkibida ishlaganimda o'zimda juda ko'p bo'lgan shunaqa holat. O'shaning uchun hozir juda ham bu narsaga katta ahamiyat beraman. O'zim jamoamda eng birinchi qiladigan ishim mijozdan pulni olishim bilan kechiktirmasdan xodimlarga oylikni tarqatishni reja qilganman. Hozir kungacha Xudoga shukr, hammasi joy-joyida bo'lib kelyapti, lekin marketing sohasida to'g'ri juda ko'p bunaqa holatlar, pul bermay ketadigan holatlar, ololmay qolib, o'sha biznes egasi kuyib qolgan holatlar ham ko'pchilik, masalan, biznes egalari shikoyat qilishadi-ku, menda marketolog aldab ketdi yoki yaxshi media mutaxassisga uchramadim, pulim kuydi degan holatlar bo'ladi. Bizning sohada ham bunaqa holatlar juda ko'p. Pulini natija qilib berib ham pulini ola olmay ketgan holatlar juda ko'p. Xo'p, muvaffaqiyatli loyihalarning siri nimada? Loyiha muvaffaqiyatli bo'lishida birinchi narsa tizimlilik. Misol uchun, yaxshi mutaxassissiz, yaxshi produktingiz bor, lekin sizda tizimlilik yo'q bo'lsa, bu narsa juda zo'r muvaffaqiyatga erishib keta olasiz degani emas. Chunki misol uchun bir kun yurg'izib Instagramingizni yoki ertasi kuni tashab qo'yib, orada bir oy yo'q bo'lib ketib, yana orada paydo bo'lib, tizimlilik hamma narsada ham eng birinchi narsa tizimlilik bo'ladi. O'zimiz masalan eng birinchi marketing sohasiga kirib kelganimda ham menda o'sha ustozlarimga yoqqan eng yaxshi taraf sizda tizimlilik yaxshi. Ya'ni hamma narsani joy-joyida qilish qobiliyatingiz bizga yoqqan deb aytishgan. Mendan keyin men alohida bo'lib chiqib ketganimdan keyin ular meni o'rnimga masalan shogird sifatida boshqa o'zlarining loyihalarida olmoqchi bo'lganda juda ko'p SMM menejerlar yoki marketologlar bilan ishlab ko'rishgan. Ya'ni aytishganki, oxirida men o'ylagandim sizga o'xshab, chunki men ham birinchi kelganimda tajribasiz bo'lganman-da. Men sizga o'xshab eplab ketadi deb o'ylagandim, lekin bunaqa bo'lmadi. Juda qiyin masala ekan bu narsada. Tizimlilik bo'lmagani, ya'ni loyihalarni muvaffaqiyatli yurmasligiga, orqaga tortishiga asosiy sabab bo'ladigan narsa. Shuning uchun ular ham aytishgan, qiyin narsa ekan, topa olmaganmiz deb aytishgan haqiqatan. Shuning uchun marketingda eng birinchi narsa tizimlilik, to'g'ri strategiya tuzish va shunga qarab harakat qilish. Xo'p, tizim deyapmiz. Tizim zo'r bo'lish uchun o'sha jamoa zo'r bo'lishi kerak. Meni ko'pchilik videogar sifatida taniydi, videograf, content maker sifatida tanishadi va menga keladigan zakazlar, klientlar chiqadida, ofisingiz bormi? Manaqa operatorlar montaj so'rash qayerda o'tirishadi deb so'rashadi. Bizda ofis bor, lekin har doim ham masalan kelib ofisimni ko'rsatishni xohlamayman, chunki jamoamning shaxsiy hududi. Sizni jamoangizdagi o'sha tizim qurilishi uchun jamoani qanchalik darajada muhim demoqchiman. Jamoa bitta joyda o'tirish kerakmi? Jamoa outsourceda bo'lish kerakmi? To'g'ri, birinchi navbatda o'zi jamoa men tarafdori bo'lardim. Offline o'tirib ofisda ishlagani yaxshi, samaradorlik oshadi. Chunki ko'zingiz bilan ko'rib turib, ularni nazoratini o'zingiz ushlab turadigan bo'lsangiz, samaradorlik oshadi. Baribir onlaynda ishlatish, men endi shu paytgacha ham o'zim onlaynda ishlataman. Jamoada hammani, mana qolgan jamoa a'zolari bo'ladi, content maker bo'ladimi yoki community manager bo'ladimi, hatto sotuv operatorlarimgacha onlayn ishlashadi menda. Ba'zida
qiynalaman. Chunki jarayonda siz bilmaysiz uni. Balki oiladagi qaysidir muammosiga chalg'ib qolishi mumkin yoki bo'lmasam aytaylik qanaqadir ish chiqib qolishi mumkin. Sizga yetmasdan ham chiqib ketishi mumkin-da. Agar offlayn o'tirib ofisda ishlaydigan bo'lsangiz, bu narsani nazorat qilish ancha osonlashadi. Lekin shunda ham men tinimsiz o'zim har doim kontrolda bo'laman. Misol uchun minutiga kerak bo'lsa, qattiqligini, nima qilayotganini, ish vaqtida nimalar bilan mashg'ul bo'layotganini har doim nazorat ustida ushlab turishga harakat qilaman. Chunki mijozlar bilan ishonib, men bilan shartnoma qilishdimi, ular ertaga mendan natijani kutishadi. Men natija qilib bera olmasam, o'zim juda ham noqulay ahvolga tushib qolaman. Shuning uchun bu juda mas'uliyatli narsa bo'lgani uchun xuddi shunaqa xodimlarni ham juda kuchli kontrolda ushlayman. Aynan bu sohada servis o'rni qanchalik muhim? Biznesda servis o'rni juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanib borishi kerak. Hozir bizda misol uchun bitta sohani oladigan bo'lsak, u sohada faqat bitta korxona yoki tashkilot bor emas. Juda ham ko'p bu sohada konkurensiya juda ham kuchli. Shuni hisobiga xizmatni, ya'ni servisni o'rni juda ham yuqori. Masalan, men o'zim ham servis yaxshi bo'lmasa, shu xizmat ko'rsatish yaxshi bo'lmasa, ko'p kompaniyalarni rad etgan bo'lardim. Men bitta misol qilib aytib bera olaman. O'zimni misolimda, ya'ni o'zim yanvar oyida ikkita xizmatni sotib oldim. Ya'ni bittasi Lilu platforma, ya'ni Lilu AI Ukrainaning programmasi bu. O'sha umumiy marketing loyihalaringizni, voronkalarni tuzib, polniy avtomatlashtirib qo'ysangiz bo'ladi unda. O'sha loyihani sotib oldim. Taxminan yiliga $2,000-2,500 atrofida turadi u loyiha. Uning ichida CRM ham bor. Hammasini bitta tizimga qo'yib, hammasini bittada ushlasangiz bo'ladi. Aynan shu Lilu CRM ga tushadigan Binatel kompaniyasi, ya'ni telefoniya bo'yicha bog'landim. Men sizga hozir ikkalasini servisini tushuntirib bermoqchiman. Qarang, Liluda yillik to'lovi men $2,000-2,500 atrofida pul to'layman. Lekin meni to'lovgacha olib kelgungacha bo'lgan jarayon shunchalik yaxshi servis ko'rsatildi, ya'ni sotuv menejerlari zo'r yo'q. Men bilan har doim aloqada bo'ldi. Nima so'rasam minut o'tmasdan javob berishadi. Menga kerakli ma'lumotlarni tashib berishadi. Juda yaxshi servis ko'rsatildi. Men sotib oldim programmani. Menga chegirmalar qilib berishdi, kelishib gaplashganimdan keyin. Lekin shu joyda to'xtadi xizmat ko'rsatish. Men sotib oldim platformani. Undan keyin platformada qanaqadir noqulayliklar yoki bo'lmasam telefoniya bilan ulash jarayonidagi qiyinchiliklarda menga yordam berilmadi. Yozasiz, yozganingizda, supportga yozganingizda qanaqadir robot javob beradi yoki nimadir funksiyalar tashab qo'yiladi. Mana shuni ko'ring degan narsa bo'ladi. Shuning uchun уже men bu yanvardan boshlab qayta ishlamayman bu loyiha bilan. Servisni o'rni qanchalik muhimligini men shu o'zimning misolimni aytmoqchiman. Binatel kompaniyasi, ya'ni IP telefoniya bo'yicha Binatel oyiga 270 ming so'm to'layman. So'mda 270 ming so'm to'layman, lekin shunchalik darajada xizmat ko'rsatishi zo'rki, men o'zim qoyil qolganman. 270 ming uchun bitta operator, bilasizmi, men даже to'lov qilgunimgacha, to'lov qilganimdan keyin ham shunchalik darajada menga kuniga 2-3 martadan telefon qiladi kerak bo'lsa. Nimadir agar tushunmagan bo'lsam, hal qildingizmi? Qanaqa yordam kerak bo'ladi sizga? Tushunmagan joyingiz bormi? Sotuv operatorlaringizni nimadir tushunmagan narsasi bo'lsa, o'rgataman. Kontaktini bersangiz, gaplashib o'zim tushuntirib qo'yaman bu narsa haqida. Juda ham servisi menda yaxshi taassurot qoldirgan. Shuning uchun agar men ertaga yana bu xizmatlar menga deylik boshqa bir loyihamda servislar kerak bo'ladigan bo'lsa, men Binatelni tanlagan bo'lardim, lekin Lilu CRM, Lilu AI bilan boshqa ishlashni davom ettirmagan bo'lardim. Bunga sabab mahsulotni, faqatgina mahsulotni yaxshiligi, yaxshi yoki yomonligida ham bo'lmayapti gap servisda. Chunki Lilu AI ham juda zo'r platforma. Ya'ni marketing sohasida voronkalarni qurib qo'ysangiz bo'ladigan, avtomatlashtiradigan juda zo'r instrument hisoblanadi. Lekin men uni o'zimni qiyinchiliklarga duch kelsam, xizmat nimadir savollarim bo'lsa javob ola olmasam, bunaqa qiyinchiliklarga duch keladigan bo'lsam, unaqa katta summa to'lab sotib olmaganim yaxshi. Shuning uchun shu biznesda xizmat ko'rsatishi o'rni juda ham muhim deb bilaman. Sotuvchini psixologiyasi sotuv jarayonida qanchalik darajada muhim?
Sotuvchining psixologiyasi sotuv qilish uchun juda ham muhim narsa hisoblanadi. Chunki sotuv operatori o'zi o'sha mahsulotning yaxshiligiga, o'sha mahsulotning narxiga o'zi qoniqmasa, mahsulot haqida juda ham ko'p ma'lumotga ega bo'lmasa, bu o'zi sotolmaydi bu narsani. Misol uchun, u o'zi narx aytishga qo'rqib turibdi, u mahsulot haqida yaxshi bilmay turibdi. Qanaqa qilib u mijozga sotishi mumkin bu narsani? O'shaning uchun birinchi navbatda men o'zim ham sotuvchilarga aytaman, har doim siz birinchi navbatda o'zingiz biling mahsulotingizni yaxshiligini va ishoning shu narsaga. Narx aytayotganda ham qo'rqmasdan, ishonch bilan ayting narxi deb aytganman. Chunki xuddi aytganimdek, qo'rqib tursa o'zi mijoz bu narsani birdaniga sezadi bu narsani. O'shaning uchun oxiri sotuvga olib kelishga, sotuvni yopishga bu narsa to'sqinlik qiladi. Shuning uchun sotuv qilishda sotuvchining psixologiyasi juda ham katta ahamiyatga ega. Yuqorida so'z boshida siz aytdingiz, auditoriyani tahlil qilish kerak. Auditoriya bu eng muhimi dedingiz. Okey, auditoriyani qanaqa tahlil qilinadi? Auditoriyani tahlil qilganingizda, Kastevlar, Jobs2B'dan o'tkazganingizda, o'zi sizda strategiyangizda ancha qismi, ya'ni auditoriyangizni nima qiziqtiradi, qanaqa og'riqlari bor, ularga qanaqa kontentlar ulashishingiz kerak, qanaqa xizmatlar qilsangiz bo'ladi, o'sha narsani juda katta qismini o'zi chiqarib olsangiz bo'ladi. Men o'zimda loyihalarda mana shu Kastev qilganimizda kontentlarni ko'p qismini, mana shu auditoriyani og'riqlari, ularni nima qiynayotgani, qanaqa muammolari borligi mana shu Kastev orqali juda ko'p narsalarni bilib olganman. O'zim bitta loyihada shunday boshlaganimizda Kastev qilganda, Kastev o'zidan ancha-muncha ma'lumot chiqib kelgan. Ya'ni auditoriyaga qanaqa muomala qilishimiz, qanaqa kontentlar yetkazib berishimiz, qanaqa xizmatlar upakovka qilganimiz mana shu Kastevni o'zida aniq bo'lgan. Nima shunchalik muhimki, bu marketing qism. Va marketing jamoasidan doim ular nima talab qilishadi? Masalan, siz uchrashuvga bordingiz, переговорga bordingiz, nima qilib bering deyishadi. Endi hamma har xil taklif berishadi, bu asosan. Biznes egasi uchun eng muhim bo'lgan narsa bu sotuv. Shu paytgacha shuncha loyiha bilan ishlagan bo'lsam, hammasida bitta so'raydigan, talab qiladigan narsa sotuv. Menga natija qilib ber. Ularga layklar soni yoki bo'lmasam izohlar, bir-biriga ulashganlar unaqa darajada katta ahamiyatga ega emas. To'g'ri, bu narsaga ham qiziqishadi, qanaqa bo'layotgani, ahvatlarni yoki bir-biriga ulashishlarni qarashadi, lekin baribir ham har bitta biznes egasi so'raydigan narsa sotuv. AIlar kirib kelyapti. AIlardan nafaqat siz, men ham, biznes egasi ham yoki oddiy odam ham kundalik hayotda foydalanyapti. Bu ishlayotgan jarayonda qanchalik foyda beradi va klientni AIdan ma'lumot oladi. Mana bunaqa narsa berdi menga deb beradi. Masalan, sizga ko'rsatadi. Mana ChatGPT mana bunaqa ssenariy berdi deb aniq qiladi yoki boshqa narsa deydi. U qanchalik ishingizga yomon ta'sir qiladi? Xo'p, AIga 100% ishonib bo'lmaydi. Chunki u baribir sun'iy intellekt o'zini nomi bilan. Men o'zimni sohamda ham shu hamma soha egasi bugungi kunda AIdan shu yaxshi foydalanib kelishyapti. Lekin AIga 100% baribir hamma narsani topshirib qo'yish to'g'ri emas. Men o'zim ham har bitta masalan ssenariy yozish deylik yoki bo'lmasam strategiya tuzish yoki bo'lmasam Kastev hamma sohada AIdan maslahat olaman. To'liq unga ishonib hamma narsani topshirib qo'ymayman. Baribir ham oxirida qaror qabul qilish marketologni yoki bo'lmasam biznes egasini o'zida qoladi. Chunki AI sizga qanaqadir yaxshi maslahatlar berish mumkin, yaxshi g'oyalar berish mumkin. Uni o'zingizning biznesingizga yoki marketing sohasida uni moslashtirish baribir inson shu jarayonga qatnashishini talab qiladi. AI ishimizni yengillashtirish uchun, vaqtimizni tejash uchun juda katta instrument hisoblanadi, lekin baribir ham insonning qatnashishi, inson omili baribir ham birinchi o'rinda turadi. Chunki inson qaror qabul qilishi AIdagi g'oyalar yoki qanaqadir yaxshi xizmatlarni u bergan takliflarni o'zingizning biznesingizga yoki shu sohangizda siz moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Boya yuqorida biz gaplashdik sun'iy intellektlar haqida va uni integratsiyasi haqida ham ozgina gaplashdik. Sizning keyslaringizda qanaqa natijalar bor? Sun'iy intellektni hozir bitta loyihamizda direktlarga javob berish uchun ulaganmiz, ya'ni community manager lavozimida ulaganmiz. Hozir rezultatlar ancha o'sishiga sabab bo'lgan. Sababi community manager u darajada juda ham ichiga kirib, har bitta savoliga bemorni javob berib o'tiradigan darajada ulgurmay qolishi mumkin. Aytaylik, bitta proyektda katta summaga reklama yoqiladigan bo'lsa yoki axlatlar umuman olganda sotuvlar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, community manager hammasiga javob berishga
ko'rmasligi mumkin. Bu sun'iy intellektni ulanganning yaxshi tarafi har bitta mijoz bilan alohida gaplashib, har bittasini og'riqlarini o'rganib, shunga yarasha yechim taklif qiladi. Va bu narsa konversiyani ancha oshiradi. Ya'ni shunchaki nomeringizni qoldiring yoki mahsulotni sotib oling emas, u bilan juda ham chuqur gaplashib, yaqin bo'lgandan keyin sotuvga o'tadi. Bunda albatta shu sun'iy intellektda yaxshi prompt berib, yaxshi o'qitish kerak bo'ladi. Ya'ni uni qanaqa gaplashishi, har bitta etapini, mana bunaqa so'zlarni aytish mumkin emas, mana bu so'zlarni aytish mumkin. Har bitta etapigacha men o'zim kontrol qilib yozib chiqqanman, kerak bo'lsa bu narsalarni aytish mumkin emas, bu narsalarni aytish mumkin deb. Shunga yarasha hozir o'zim tekshirib ko'rganimda juda yaxshi gaplashyapti. Ya'ni xuddi odamdek, umuman bilinmaydi sun'iy intellektligi. Ancha bu narsa konversiyani oshirib berishga sabab bo'lgan. Shifokorlar yuritadi-ku Instagram shaxsiy brend qilib. Ba'zi birlarda podpisчик kam, ba'zi birlarda podpisчик ko'p. Buning sabablari, tahlillari o'ziga yarasha bor, lekin eng muhim omil bu shifokorlar ham o'zini ham yonib harakat qilishi. Sizni holatlaringizda qanaqa bo'ladiki, shifokorlar qanchalik darajada ularni jarayonga zo'r yondashishi, jarayonga zo'r qo'shilib ketishi, natijaga ta'sir qilishi? Shaxsiy brend, ayniqsa shaxsiy brend qilayotgan odam biz bilan tengma-teng harakat qilishi kerak bo'ladi. Chunki u birinchi navbatda bu shaxsiy brend, uni yuzi, uni gapiradigan gaplarni, har bitta harakatini biz ssenariyda yozib kiritib bera olmaymiz. Bizning o'zi кейsimizda mana shu Alisher aka bilan ishlaganimizda eng yaxshi tarafi ularni har doim biz bilan bir xil teng harakat qiladilar. Pulni berdim yoki mutaxassis yolladim, o'qib berish kerak degan narsa yo'q. O'zlari o'ziga yarasha ijodkor, o'ziga yarasha har bitta jarayonda aktiv qatnashadilar. Ya'ni videolarni olishi, ularda xarizma ham bor, shu nutq juda yaxshi shakllangan. Bu narsalarni ham shaxsiy brend qilayotgan odamni o'ziga yarasha ustun tarafi hisoblanadi. Shuning uchun aytaylik, biznes egasi har bitta kontentda 100% aralashishi shart emas bo'ladigan bo'lsa, lekin shaxsiy brend qilayotgan odamda bu narsa o'zida ham juda ham yaxshi harakat va juda ham yaxshi qiziqish bo'lishi shart deb bilaman. Biznes egasi har doim kelganda marketologdan so'raydi, talab qiladi, qanaqa natija qilib bera olasan. Lekin men birinchi navbatda so'ragan bo'lardim, sizni biznesingizni boshqa bizneslardan ajratilib turadigan qanaqa jihati bor. O'shanaqa jihati bo'lgandagina marketolog boshlanishida o'sha jihatga ko'proq urg'u berib, sotuvlarni oshirib, undan keyin yangi xizmatlar, yangi paketlar yoki yangi bir qo'shimcha narsalar qo'shishi mumkin bo'ladi. Lekin bunda biznes egasini yoki bo'lmasam shaxsiy brend qilayotgan odamni o'ziga yarasha bir ustun jihati o'zida ham bo'lishi shart. Bitta qiziq voqea aytib beraman. Yaqinda menga bitta biznes egasi chiqdi. Uni nishasi qanaqa? Qurilish kompaniyalari bilan ishlaydigan, masalan, aytaylik, bitta katta loyihani 4-5 etaj yoki bo'lmasam 20-30 etaj binolarni olib, ichini ta'mirlab beradigan yoki bo'lmasam o'sha qurilishni polniy qilib beradigan bitta loyiha. Ularning shunaqa podключ xizmati bor. Lekin reklamaga qancha ajratmoqchisiz desam, $100 ajratmoqchiman deydi. Endi tasavvur qiling. Boya aytganimdek, auditoriya juda muhim narsa, to'g'rimi? Ularning mahsuloti juda qimmat mahsulot. Ya'ni katta-katta binolarni ta'mirlaydigan proyekt bo'lgandan keyin juda katta biznesmenlarni, ya'ni puli ko'p bo'lgan, katta mablag'ga ega bo'lgan insonlarni o'ziga jalb qilish kerak. Ya'ni aytaylik $100 yoki $200lik mahsulot sotib oladigan auditoriya emas. Endi tasavvur qiling, $100 budjet ajratmoqchi. Bu mahsuloti esa kamida oyiga $100,000 aytaylik, $200,000 tikish kerak bo'lgan mahsulot. Bunda lidlarning narxi tabiiyki juda qimmat bo'ladi. Chunki oddiy odamga, oddiy auditoriyaga uni mahsulot yoki xizmati qiziqmas. Shuning uchun biznes egasi ham marketing sohasidan ozgina xabari bo'lishi kerak. Chunki xuddi mana shunaqa holatga o'xshab $100 pul taklif qilib, ya'ni katta natija kutish yoki bo'lmasam juda ham qimmat bo'lgan mahsulotini sotish kerak bo'lsa, bunda tabiiyki natijaga erisha olmaydi. Men o'zimning loyihalarimda har oy hisobot berishni kiritib qo'yganman. Har oy oylik hisobot topshiramiz. Buni yaxshi tarafi birinchidan bir oyda qanaqa natijalar qilib berganingiz, qancha budjet ajratganingiz, nima ishlar qilganingiz hammasini biznes egasiga ko'rsatib bera olasiz. Ikkinchi yaxshi tarafi, o'sha analiz qilganingizda o'zingizning xato kamchiliklaringizni ko'rib, keyingi etapga o'tayotganingizda shu xato kamchiliklarni to'g'rilaysiz. O'zimizni masalan кейsdan misol qilib aytadigan bo'lsam, LOR mana bitta ko'p tarmoqli klinika, unda aytishdiki, LORda hozir juda ham patsient kam. Buni ko'paytirib bering, marketing orqali buni ko'paytirishimiz kerak deb biznes egasi shunaqa taklif berdi.
$200 oshiq reklamaga pul ajratilgan, lekin konsultatsiya skidkada bo'lgan, ya'ni ko'proq odam jalb qilish uchun skidka qo'yib berishgan. Natijada $100 yaqin tushum kelmaganda buni orqasidan. Mana shu tahlil qilganimizda kelib chiqdi. Chunki lorda asosiy lor vrachlarning asosiy daromadi operatsiyalardan bo'ladi. Lekin bularda lor operatsiyasiga sharoit yo'q edi, faqat konsultatsiya yoki bo'lmasam shu quloqni burunni chayish amaliyoti orqali bunaqa katta natija qilish, katta summa qilishni iloji yo'q. Shuning uchun mana shu har oylik hisobot qilib borish, ishingizni tahlil qilib borish ham juda yaxshi narsa. Unda siz ko'ra olasiz, bemalol natijalarni yana ham yaxshilab keta olasiz. Shunaqa sohalar bor. Marketingga kam byudjet ajratsangiz ham bitta yoki ikkita liddan kelgan mijoz orqali bu xarajatlarni ancha-muncha qoplashingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun o'zimiz Taj Mebel degan mebel sohasida proyektimiz bo'lgan. Unda aytaylik bitta lid bizga o'sha kelgan mijozni biz aytaylik $3 ga sotib olganmiz. Lekin ular bizga uyiga borib zamir xizmatlaridan o'tgandan keyin umumiy uyidagi hamma proyektlarni, ya'ni mebellarning proyektini olingan va shuning natijasida bitta shu lid orqali kelgan sotuv $10,000 yoki $8,000 mana shu atrofida aylangan. Bu juda ham yaxshi natija. Ayrim sohalarda mana shunaqa kichkina byudjet orqali ham katta natija qilish mumkin.